Birinchi marta Malibu toza chiqqan payt hech esimdan chiqmaydi. Mana shu narsasini yechish kerak bo'lgan. Biz torpedani yechiladi deb o'ylaganmiz. Malibu kuru torpedamizni mana ochib olganmiz. Qo'jalari bitta deb qoldi. Hali bu yuzlardagi dog'lar qo'lni ketadi. Artib cho'tkilib tozalaymiz. Blaskoja qilib beramiz. Polni saloni o'zi seriya material keladi-ku. Apshkalari, shu torpedasi, barlarni qop-qora qilib qo'ja qoplab beramiz. Qizil klaydan ishlatamiz. Juda ham zo'r. Bizda quyosh issiq. Quyoshni issiq kunlarda ham umuman klaydan qo'yavermaydi. Endi hali yaqin kunlarda ancha bo'ldi, o'zi bir yil bo'ldi bizga kirib kelganiga bunaqa narsalarni. Oldin hadeb Eron kley ishlataydik, sapojni kley deydi. Undan zo'ri yo'q edi bizga. Faqat o'sha bir xil, hamma narsaga bir xil ishlataverardik. Hozir mana bu kleylar chiqqandan keyin o'zi ancha issiqga umuman qo'yavermaydigan yaxshi kley ekan. Qoplab beramiz. Effekti zo'r. Yomon emas. Ishning natijasi ham zo'r bo'ladi. Yaxshi narsa baribir yaxshida ishlasang ishlaganga kelaveradi. Bu issiq ekan bu. Yuzlarni hozir bitta artib, butikka bitta bosib chiqamiz. Xudo xolasa zo'r chiqish kerak. Nima bu yo'llarni ham ochamiz. Akkuratni qilib, start stop joyi. Bu kleyni faqat fen bilan ishlatish kerak. Qizdirib, cho'tga yopishadi. Qizitib yopishtirmasa unchalik o'xshamaydi. Ancha qizitsa agar kleysi zo'r yopishadi. Noshchamizni almashtiraylik. Noshcham aboy noshlardan. Buni ko'pchilik aboy noshga ishlatadi. Juda ham baquvvat. Qalin narsani kesishga zo'r. Endi bizga shu qulay bo'lib qolgan. Shuni ishlatamiz. Nima bu yo'llarni bitta fen qilib yuboramiz. O'z joyini topib ketadi. Buni kojasini napa kojadan qilib beramiz. Sifatiga garantiya beramiz. Sifati zo'r. Yuzlari qirilib qolmaydi. Mana torpedamizni kojasi ham bo'ldi. Bitta utuklaymiz o'zi buni. Dog'larni ketkazib, bu yog'i xudo xolasa zo'r chiqadi. Koja qana chiqqan. Juda ham matviy. Kojasiga garantiya. Qirilib, chizilib bunaqa bo'lmaydi. Shu Malibu salondan chiqqan payt bir hafta 10 kunlarga kelib qolgan edi-da. Polni mana shunaqa ichki materialni koja qoplash kerak edi. Yechganmiz torpedani. Yechib oldik. Yechgandan keyin ko'rsaga bu narsa o'zi chiqar ekan. Shunaqa ish jarayonida endi bo'lib turadi-da shunaqa. Ishlar. Xudo xolasa zo'r chiqdi. Avtolar. Ha. Malibu kojamiz ham mana torpedasini bo'ldik endi. Joyga qo'yamiz nasib bo'lsa. Start stop knopkani tiqib olamiz birinchi ochiradi.
Knopkani tiqib oldik, akkuratni. Birinchi o'chirat, stekerni tiqamiz. Asta-asta qirilmasdan ham. Yo'qdan o'tamiz. Mana, qana chiqdi tapedamiz. Menimcha ko'p gapirish kerak emas, o'zi ishni sifatli gapiradi. Apishkalarni ham yechib bo'lganmiz. Apishkalarni ham material joyini faqat qo'ja qoplab beramiz. Mana, burchagimiz ham bo'ldi. Mana apishkalarimizdan qo'jasini qoplayapmiz. Buni o'rtachasini yechmasdan qilib beryapmiz. Oldingilarni yechaylik, bitta reskavat qilib qo'ydik endi. Mayli. Qanday chiqadi. Ko'ramiz. Qo'jasini ham sifati zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu yerda o'zi mashina mana shu ukamizniki, o'zi ishlayapti mana. Ko'rsating. Charchamadingmi usta? Yo'q. Usta emasku, clean. O'zimizni, shu ukamizning mashinasi, Malibusi. Ertalabdan beri yordam beryapti. Bilmadim, yo men bunga pul beraman, yo bu menga pul berish kerak bo'ladi-da. Apishkalarimiz mana qo'jalari ham bitdi. Endi tiklab chiqamiz. Mana yuzga e'tibor bersangizlar, chotki chiqadi. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, ishimizni sifatli qilishga. Torpedalari bo'ldi, apishkalarimiz bo'ldi. Zavod yo'qlatiga jal qilib berdik. Barni ham qilib qo'ydik. Zavod yo'qlab, choklarga e'tibor berasizlar, bir xil. Xullas, apishkalarimiz hammasi ideal darajada. Sizlarga ham bitta ko'rsatib o'taman. Yirtilishni ham boshlagan, mana bosib, ketaveribdi. Endi navbat sizlarimizga. Faqat lekin ukamiz mingan, o'zim aytdim, bir oy yana aydasangar o'zi qora bo'ladi. Aka, risk qilib keldi, qilamiz nasib. Xudo xolasa, zavod yo'qlatib qilib beramiz. Kuzatishda davom etamiz.